Bu videoda ko'rsatiladigan 4 ta qadam orqali siz sun'iy intellektdan iloji boricha effektiv, unumdorli va professional darajada ishlatishni o'rganasiz. Oxirgi qadamdan keyin esa siz sun'iy intellektdan nafaqat ishlaringizga yordam berib yuboradigan, balki ularni orqa fonda, ya'ni boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lgan paytingizda yoki hattoki uxlayotgan paytingizda ham bajarib turaveradigan holda ishlatishni o'rganamiz. Qani bo'lmasa birinchi qadam. Birinchi qadamda biz sun'iy intellektni har doimgi hayot tarzimizga kiritib olamiz. Buning uchun esa biz 4 ta asosiy fundamental odatni bilishimiz kerak. Ulardan birinchisi bu Google'da qiladigan barcha ishlaringizni endi AI chatbotlarda qilishni boshlang. Menga buning uchun Cloud yoqadi, lekin siz ChatGPT, Gemini, Grok kabilarni ishlatishingiz mumkin. Bu qadamda aynan qaysi birini ishlatishingiz uchun muhim emas. Shuning uchun qaysi biri yoqsa o'shani tanlab ishlatavering. Ikkinchi odat bu qaysi ish qilishingizdan qat'iy nazar kompyuteringizda o'sha tanlagan sun'iy intellektingizni oynachasi har doim ochiq bo'lishi kerak. Va ish jarayoningizda qanaqadir savol chiqib qolsa, shuni o'sha sun'iy intellektga o'tasiz, savolingizni berasiz, javobini olasiz va yana ishingizni davom ettirib ketaverasiz. Ya'ni anchada unumdorliroq va tezroq bo'ladi ishingiz. Uchinchi odat esa bu sun'iy intellektga yozishni o'rniga unga gapiring. Buning uchun o'sha chatbotni ichidagi mikrofondan yoki Whisperflow kabi alohida ilovalardan foydalanishingiz mumkin. Buning foydasi shuki, siz yozishingizga qaraganda ancha tezroq gapirasiz. Tezroq gapirsangiz, ancha ko'proq ma'lumot ham bera olasiz. Qancha ko'proq ma'lumot va kontekst bera olsangiz, sun'iy intellektning javobi shunchalik yaxshiroq bo'ladi. Va oxirgi 4-odat esa bu o'sha tanlagan sun'iy intellektingizni ilovasini telefoningizga ko'chirib oling. Chunki kompyuterni hamma joyga ham olib boravermaysiz, lekin telefoningiz har doim cho'ntagingizda. Taksidanmisiz, metrodanmisiz yoki uxlashga yotdingizmi? Har safar qanaqadir savolingiz chiqib qolsa, sun'iy intellekt oldingizda. Bu odatlarni o'tkazib yuborsangiz, keyingi qadamlarga o'tish qiyin bo'ladi. Shuning uchun oldin shularni o'rganib oling. Keyin ikkinchi qadamga o'tamiz. Ikkinchi qadamda biz endi sun'iy intellektdan nafaqat savol-javob, balki undan haqiqiy ustoz va maslahatchi sifatida ishlatishni boshlaymiz. Va men sizga buning uchun 3 xil misol keltiraman. Birinchi misolda aytaylik, IELTS speakingga tayyorlanayotgan o'quvchisiz va sizning promptingiz bunday bo'ladi. Prompt bu o'sha sun'iy intellektga yozadigan xabaringiz prompt deyiladi. Hop. Menga IELTS speaking bo'yicha coach bo'lib yordam berib yubor. Maqsad speakingdan 7,5 ball olish. Men har kuni 20 daqiqa vaqt ajrataman. Sen esa menga lug'at boyligi va ravon gapirish uchun mashqlar berib turasan. Har kuni imtihonning parti 2 qismidan bitta mavzu tashla. Men javobimni yozib yuborganimdan keyin xatolarimni to'g'rilab, balni ko'taradigan iboralarni o'rgat. Oxirida esa birinchi kun uchun vazifani tashlashdan boshla. Ikkinchi misolda aytaylik, siz dasturlashni o'rganyapsiz va sizning promptingiz bunday bo'lishi mumkin. Menga dasturlash bo'yicha mentorlik qilib yubor. Maqsad toza kod yozishni o'rganish va JavaScript murakkab loyihalarni mustaqil tuza oladigan darajaga chiqish. Jarayon bunday bo'ladi. Haftasiga bitta mini loyiha yoki funksiyaning vazifasini berasan. Men kodimni yozib senga tashlayman. Sen esa uni tahlil qilib, qayerda xato borligini va qanday qilib qisqaroq hamda optimalroq yozish mumkinligini o'rgatasan. Oxirida birinchi haftalik topshiriq berishdan boshla. Va eng oxirgi misolda aytaylik, siz freelancersiz va time managementdan oqsayapsiz. Ssenariy shunday bo'ladi. Sen mening time management bo'yicha coachimsan. Maqsad freelansda chalg'imasdan ishlash, ishlarni vaqtida topshirish va uyquni joyiga qo'yish. Har kuni ertalab kunlik rejamni senga tashlayman. Sen esa uni tahlil qilib, ortiqcha narsalarni olib tashlashga va Pomodoro kabi metodlar bilan diqqatni jamlashga yordam berasan. Oxirida hozir amal qilishim kerak bo'lgan 3 ta eng muhim qoidani aytishdan boshla. Va bu qadamda sun'iy intellektdan olayotgan ma'lumotingiz anchaga foydasini oshiryapti. Va endi sizda tayyor reja bor va jarayoningizdagi kamchiliklarni aytib turadigan va ularni qanday kuchaytirishni aytib turadigan sun'iy intellekt bor. Va bu qadamda biz to'g'ri prompt yozishni ham o'rganamiz. Chunki ko'pchilik sun'iy intellektga yozayotganda kalas kelgan narsani yozib tashlayveradi. Va o'zi tushunib oladi deb. Lekin bunaqa promptdan keyin uni beradigan javobi ham katta ehtimol bilan qoniqarsiz bo'ladi. Chunki promptda ham o'ziga yarasha qoidalari bor. Birinchi qoidasi bu unga qaysi rol sifatida, qaysi shaxs sifatida javob berishni ayting. Aytaylik, siz yana o'sha dasturchisiz va undan iloji boricha zo'r javob eshitishni xohlasangiz, unga menga professional va tajribali web dasturchi sifatida javob ber deysiz. Va endi u sizga shu dunyodagi hamma bilimdan aynan o'sha web dasturchiga tegishli bilim oladi-da, ana o'shalardan sizga keyin javob beradi va bu anchaga sifatni oshiradi. Ikkinchi qoida bu iloji boricha ko'proq kontekst berish. Qilayotgan ishingiz haqida qanaqadir dokumentlar bormi yoki o'sha ishingiz haqida ko'proq tushuncha bera oladigan boshqa ma'lumotlar bormi? Hammasini bering. U siz haqingizda va ishingiz haqingizda qancha ko'proq ma'lumotga ega bo'lsa,
u beradigan javobni ham foydasi va sifati shunchalik oshib boraveradi. Uchinchi va eng asosiy qoida bu o'sha sun'iy intellekt nima qilishini ayting, asosiy vazifasini. To'rtinchi qoida esa bu qaysi formatda javob berishini ayting. Balkim sizga text emas, balki Word, Excel, CSV formatdagi javoblar kerakdir. Agar siz uni aytmasangiz, u o'zi qilib bermaydi. Shuning uchun oxirida qaysi formatda javob berishini ham aytib qo'ying. Va eng oxirgi qoida bu qanaqa tushunmagan joying yoki savoling bo'lsa, oldin mendan o'shalarni so'ra, keyin ishingni boshlading. U sizdan keyin 3 ta 4 ta, balkim undan ko'proq savol berar. Hammasiga javob berib chiqqaningizdan keyin u sizga deyarli ideal javob qaytaradi. Va shu joyda asosiy 3-qadamga o'tishimizdan oldin kimgadir mening shaxsiy hayotim va chet ellik Harvard va MIT kabi top universitetlarga akademik tarafdan, darsdan tashqari mashg'ulotlardan va esseylarga qanday tayyorlanayotganim qiziq bo'lsa, videoni sal kichiklashtiring, kanalim ustiga bosing va tagidagi silka bilan Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Ana endi 3-qadamda qiziqarliroq narsalar boshlanadi. Chunki bu paytgacha biz sun'iy intellektni faqat fikrlashimizni kuchaytirishga ishlatayotgan edik. Lekin endi biz uni ishimizni bajartirishga ishlatamiz. Va 3-qadamda ham o'ziga yarasha qoidalari bor. Va keling birinchi kichik qoidasidan boshlasak. Birinchi qoidasi bu 10-80 va 10 qoidasiga rioya qilish. Bu qoidani men Dan Marteling Buy Back Your Time, ya'ni vaqtingni qayta sotib ol degan kitobidan olganman. Va bu qoida shunday yangraydi. Qanaqadir sun'iy intellektdan foydalanayotganingizda siz oldin 10% ishni o'zingiz qilasiz. Ya'ni chiroyli detallashtirilgan prompt yozasiz. Keyin 80% asosiy ishni o'sha sun'iy intellekt bajaradi. Va siz o'sha bergan natijasini ideal darajaga chiqarish uchun yana 10% ishni o'zingiz bajarasiz. Ya'ni yanada ko'proq, maydaroq, detalliroq promptlar berasiz. Natijada ideal rezultatga erishasiz. Va bu qoida yana bir marta tufta, sifatsiz va qisqa promptlar bermaslik kerakligini isbotlaydi. 3-qadamning ikkinchi qoidasi bu qaysi sohada bo'lishingizdan qat'iy nazar, dasturlashmi, rasm yaratishmi yoki boshqami, sizda intuitiv nima yaxshi, nima unchalik emas degan tuyg'u bo'lishi kerak. To'g'ri, boshida bo'lmasligi mumkin, lekin sun'iy intellekt bilan qanchalik ko'p ishlasangiz, bu tuyg'uga kuchayib boraveradi. Va qachondir shu sun'iy intellekt sizga qanaqadir javob berganda, nimadir yetishmayapti degan tuyg'u bo'ladi. Va bu siz kuchayganingizni ko'rsatadi. Ya'ni siz talab qilayotgan narsa sun'iy intellekt bergan narsadan balandroq. Va siz yana o'sha haligi 10% ishni o'zingiz bajargan holda, uning natijasini siz xohlayotgan natijaga ko'tarasiz. Asosiy 3-qadamning asosiy 3-qoidasi bu nafaqat AI chatbotlardan, balki AI agentlardan foydalanish. AI agent nima? AI agent bu qaysidir sohaga mutaxassislashgan ishchi, sodda qilib aytganda. Va AI agentning AI chatbotdan asosiy farqi shuki, u sizga nimadirni ko'rsatib yuborishga yoki maslahat berib yuborishning o'rniga o'sha ishni o'zi qiladi. Menga yoqadigan AI agentlar bu Manus, Cloud Code va OpenCloud. Keling o'shalar haqida ham ozgina gaplashsak. Birinchisi bu Manus. Manusni boshqa sun'iy intellektlardan ajratib turuvchi jihati shuki, u brauzeringizda yashaydi. O'zi silkalarni ochib, o'zi ichidagi ishlarini bajara oladi. Keling, Manusni ishlatilishiga bir misol keltiraman. Brauzerimdan foydalangan holda LinkedIn akkauntimga kir. LinkedIndan keyin chet el universitetlariga tayyorlanayotgan odamlarning profillarini top. Ularning profillaridan keyin Gmaillarini top. Va Gmaillariga keyin meni chet el universitetlariga tayyorlayotgan saytimni reklama qiluvchi xat yubor. Shunaqa odamdan 100 tasini top va 100 ta xat yubor. Va natijada siz hozir 15 daqiqa ichida tekinga 100 kishiga saytingizni reklama qildingiz. Tamom. Endi tasavvur qiling, o'zingiz qo'lda qilganingizda qancha vaqtingiz ketardi. Ikkinchisi bu Cloud Code. Cloud Code'ning hamma xususiyatlarini bitta videoga sig'dira olmayman. U haqida alohida bitta video qilsa arziydi. Shuning uchun eng asosiy narsalar haqida gapiraman. Uning boshqa sun'iy intellektlardan ajratib turadigan jihati shuki, u endi brauzeringizda emas, balki bitta papkangizda yashay oladi. O'sha papkadagi o'zi yangi fayl yaratib, o'zi uni o'zgartirib, o'zi o'chiradi. Masalan, ChatGPT bilan Cloud Code'ni bunday bir farqlaydigan bo'lsak, masalan, siz dasturchisiz deylik. GPTga kirdingiz. Menga bunaqa kod kerak deb yozdingiz. Sizga u kodni berdi. Keyin siz u kodni olib faylingizga olib bordingiz. Tekshirsangiz, qarasangiz xato chiqdi. Xatoni olib keyin bu yoqqa olib kelasiz. Bunaqa xato chiqdi deb. Keyin sizga yangi kod beradi.
yana qaytarib olib kelasiz, yana tekshirasiz, qaytib qarasangiz yana xato chiqdi, yana borasiz. Xato yo'qolgunigacha mana shu yerda o'rtamchi bo'lib turaverasiz. Cloud Code esa o'sha haligi faylingizni ichida yashaydi. O'zi sizga chatda kodni berishning o'rniga srazu o'sha faylni ichiga yozadi. Yozgandan keyin o'zi tekshirib ham ko'radi va xato chiqmaganiga amin bo'lgandan keyin sizga keyin natijani ko'rsatadi. Cloud Code'ning ikkinchi yana yaxshi jihati u o'qitiladi. Uni o'zingizga kerak bo'lgan skilllarga, masalan, rasm yaratishga, video yaratishga, essay yozishga o'qitsangiz bo'ladi. Uchinchisi OpenClaw. Va OpenClaw endi nafaqat brauzeringizda, nafaqat bitta papkangizda, balki butun kompyuteringizda yashaydi. Lekin OpenClaw hamma uchun ham emas. Chunki masalan GPTda, Gemini'da, Cloudda o'zini bir soddagina chat oynasi bor. Va o'sha chatda bemalol gaplashib, bir-biringizni tushunib ishlayverasiz. Lekin OpenClaw'ni o'sha chatiga borguningizgacha qiladigan ishi vobshe ko'p. Uni olib ko'chirish kerak. Keyin terminalning konfiguratsiyalarini kiritib chiqish kerak. Qisqasi mayda-chuydalari juda ham ko'p. Lekin natijasi shunga arziydi. Va bular shunchaki men ishlatadigan agentlar. Hozirgi zamonda kuniga yangi sun'iy intellekt chiqyapti. Shuning uchun o'zingizni sohangizga eng zo'r agentni topish uchun chatbotga kirasiz. Masalan, GPT ga kirasiz. Keyin so'raysiz, mana shu sohamga eng yaxshi AI agent nima? Keyin u sizga beradi, o'shalarni ochib ishlataverasiz. Yoki lekin undan ham yaxshi yo'l, shunchaki YouTube ga kirasiz. Mana shu sohaga eng yaxshi AI agent deb yozasiz va keyin haqiqiy odamlardan eshitasiz va bu ancha ishonchliroq bo'ladi. 3-qadamning oxirgi 4-qoidasi bu xotira va kontekstga e'tibor qaratish. Menimcha hammada mana bunaqa holat bo'lgan. Qaysidir sun'iy intellekt bilan gaplashayotganingizda kechirasiz. Bu chatning limiti tugadi. Iltimos yangi chat oching. Va yangi chat ochganingizdan keyin yana haligi bu chatda qilgan ishlaringizni boshidan tushuntirib chiqishingiz kerak yangi chatga. Qancha vaqt ketadi bunga. Va bunaqa holatga boshqa tushmasligi uchun yoki proyekt xususiyatidan foydalaning, chunki uni xotirasi kattaroq va ko'proq kontekst kiritsa bo'ladi. Yoki o'zingizda alohida o'sha progressni ko'rsatib turuvchi, ya'ni nima qilindi-yu, nima qilinmadi, o'shani ko'rsatib turuvchi alohida fayl olib yuring. Masalan, Cloud Code'da bunday qilsa bo'ladi. Yangi proyekt boshladingiz va proyekt boshlagandan keyin memory.md degan yangi fayl yarat va unda shu proyekt haqida asosiy ma'lumotlar va nima qilindi-yu, ya'ni nima qilinishi kerak bo'lgan narsalarni yozib yur deb qo'ysangiz va har safar yangi narsa qilinganda o'zi shu memory.md ni avtomatik ravishda yangilab qo'yadi. Va agar shu proyektni boshqa joyda xuddi shu nuqtasidan davom ettirmoqchi bo'lsangiz, shunchaki shu memory.md ni olib, mana shuni o'qib ol deysiz, bo'ldi, tamom. Va nihoyat oxirgi 4-qadam. Agarda bu qadamni ham egallab olsangiz, siz barcha AI dan foydalanuvchi odamlarning top 1% ga yoki hattoki undan ham kichik soniga ham kirasiz. Bu qadamda keling endi qisqa va sodda yo'lda tushuntirib beraman. Aytaylik, bir katta proyektingiz bor va u katta proyekt boshqa bir kichik ishchalardan tashkil topgan. To'g'ri, siz har bir o'sha kichik ishchaga alohida bitta sun'iy intellekt topib, ularni o'shalar bilan avtomatlashtirib qilsangiz bo'ladi. Lekin jarayonda hali ham siz borsiz. Umuman siz ishlayveradigan qilib qo'yish mumkinligini bilarmidingiz? Zapier va N8N kabi ilovalar bunga ham qodir. Ularni ishlashini hozir bir misol bilan tushuntirib beraman. Aytaylik, bir ustozingiz, "Bolalar, hozir Telegramdan sizlarga tarix, biologiya, matematika fanlaridan 3-4 ta dokument tashlayman. Ularni keyin yodlab kelib, ertasi kunga gapirishga tayyorlanib va prezentatsiya yasab kelinglar" deyish mumkin. N8N bu yerda qanday ishlaydi? U oldin o'sha Telegram gruppadan, kanaldan kutib o'tiradi o'sha dokumentda tashalishini. Tashalgandan keyin srazu nomini o'qiydi. Qarasa tarix turibdi masalan. Keyin borib Google Drive ga o'zi solib qo'yadi tarix papkasiga o'sha dokumentni. Keyin u yoqdan o'zi olib, o'zi birorta sun'iy intellektga tashlaydi. Keyin aytadi, "Bu dokumentni qisqa va asosiy ta'rifini yasab ber va flashkardlar ham tuzib ber." Keyin ularni oladi-da, boshqa sun'iy intellektga yana ketadi. Masalan, Gammaga. Gammaga aytadi, "Mana shu dokumentga qarab prezentatsiya yasab ber." Uni yasab beradi. Keyin N8N oxirida Telegram botdanmi yoki boshqa joydanmi sizga qisqa ta'rif, flashkardlar va tayyor prezentatsiyani tashab beradi. Siz bulardan hech qaysisini qilmadingiz hozir. Umuman jarayonda qatnashmadingiz. N8N ni yana bir yaxshi tarafi bu kompyuter o'chiq paytida ham ishlayveradi. Ya'ni uxlayotganingizda ham ishlaringiz bajarib turaveradi. Endi ishlaringiz qanchalik avtomatlashishini tushunyapsizmi? Shuning uchun ham hozir odamlar texnik ishi uchun emas, balki kreativligi va
qarorlari uchun pul topadigan davrga kelyapmiz va bu davrga hozir moslashib olmasak, keyin kech bo'lishi mumkin. Shuning uchun agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'ling va mana bu videoyimni tomosha qiling.